Tor dünyasındaki en yaxshi başlamçınız Misranim tor bekti. Misranim. Qadrli ko'rmanlar, bizning bugungi suhbat xotirimizda, ya'ni Misranimdagi Umid suhbat xotirimizga biz bugun yana bir alayda mehmon taklif qildik. U bo'lsa-mu davr binokorlik, loyihalash, maslahat berish shirkatniki direktori, arxitektor Umarjon Hidoyat. Qarshi olamiz Umarjon. Umarjon, bizniki bu şu söhbət xatirimiz təklif qılətqan mehmanların içində menimcə siz ən yaş mehman. Demək bizniki söhbət xatirimiz bağlansa yaşlığa qarab yüzlənədi degan bir uqumni tushundirdi. Əlbəttə bu bizniki həm ümumi məqsədimiz deyishki bo'ldi. Chunki davr hamon yoshlarning ijodchanligi va ularning tirishchanligi bilan bağlansiri o'ziniki alayligini ifodalab mangdi. Umarjon, oldindan biz siz bilan tanishib chiqsak, ha? Ben sizni dəstəb tükürgən çağda Hindistanlıq mı gedibdim mən? Çünki sizin obrazınızdan naiti gelişkən Hindistan yigitlərindeki bu be iş getdi bu ya. Uyğur yigitlər buna ait qamlaşqan ifadəsi çıxıb durdu. Demək mən şundan silişdirdim mən, ha? Əmdi sizdən sorsam, siz özünüzdeki yurtunuz ne? Balılıq vaxtlarınızdan qaysı yurt ötkənligini aytıb berəmsiz? Ben küçük vaxtımda şu Qağlıqda bir tağlıq yurtu oldu. 71 seyri tabılan uğrulğan bir yer. Şu yerde çoğun buldum. Toluqsuz başlamğıç, toluqsuz ne şu yer, toluq oturuş okudum. Ananın ikin Ali Mektep hayatımda şu Şinjan Sanatımız İnstitutu'nunki binakarlık laylaş fakültü okudum. Siz az nece yaş kadınız? 33. 33 yaş. Sizinki demek hayatta iki çoğunuz urgulup doğan vaxtla. Ben sizden, siz o şey yaşlardan paranlaştığını yaxşı görmem. Çünkü biz sizlerden royu ilham alımız. Şundan birge teximi tetikleşip kalımız. Bunda desem pek xeyir etmedim hem de. Çatakıyla sel semir ettim. Hem de başlangıç vaxtlardaki özünüzdeki mesela başlangıç ya otur mektep vaxtlardaki ballık çağlarınızı esep bakamısınız? Ben hazır bir binakar olup kaldım. Arxitektor болып аталдық. Әмді мен бұл hayatımın kiçik vaxtında ben qandaqdı bir injener bolum, biz kiçik vaxtlarımızda fəaliyyətlər qıldıq müəllimlər. Sən çoğ bolğan neyim bolsa? Men deməkçi bolğanım siz ballıq vaxtlardakı özünüzdənki məsələn kiçik vaxtınızdakı Ömərcanğa yoki başlanğıcdakı Ömərcanğa yoki tuluqsuzdakı Ömərcanğa bir təsvirləb baxamsınız. Başlanğıcda nəticə çox kəpsiz. Siz bək kəpsiz boldunuz. Hətta rast yaxsa buldu. Mən hazır oxusubdu nəticə yuqarı ballanıcı. Ben Toluqsunun birinci yılı çıkan çağda. Xanzızca ismim ne? Toluqsunun birinci yılı yapacağım ama. Ben üzerine Xanzızlı okusum. Kanda yazıldı o da ögenge. Xanzız asas intayın aciz uçaldı. Demek sizinki başlangıç vaxtındaki hayatınızda siz kəpsiz bala deb atsak buludu şunda ama. Mənə müəllimlər davamlı sınıfta oturğular mən çıxar. Hatta Toluqsunun ikinci yılı qıça. Toluqsunun ikinci yılı qıça mən bir iki mektep anlaşqan oturup bekledim. Sizin demiş ki kəpsiz deydi bu. Qaçqın deyim. O bizden o yerlerde su üzülüğün işler çıkıyor. Kaçcan karşı şu yaz günleri şuraya çıkıp çılalık bağlar oldu çılançı. Bu çılanı biz ham çılan deydik. Hazır kızırgan yaman tatlıkçı. Somkamı verip şoratlap düşüp şunu somkamı edip girip yep it ballarının beşlerine sırrının içine bütün uğraşıyor. Şoratlap düştüm degenden siz oğurlukla tanışıyorsunuz. Hazır olsa oğurluk değil. Kollarımız hem de uçakta çılarlarına matikini bek çıkıyor. Üzümüz ise kollar tutulup ketken. Hem de olmuş o itizlikten o kırbıkırlarda derya bizden hem de üstten değiliz çoğun. Şununki boylarda bulattı. Ananın köyege bir üzümü deyimiz, taraklık, mevlik tarakçı. Karayda adam yok uçaklar. Demek hazır İslam oğurluk dediniz. Demek en çalısı bunu oğurluk demektiniz. Ya o küçük vaxtda da onu... Çünkü onu bir xillilik, məqsədsiz aldı ki, şoratlap çılayı işleyimiz. Belki şu çağının dikkalları şundan mert oluşu mümkün. Neymiş kalsın uçak iktisadan hazırda güçlük emez. Ulan şu çılanımını açık hemen macip satma. Ma çılanımdan ya vizkoy yaş kızkoy kırım buldu diye an yok. Şu itizliklarda kıgan. Onun için ballağı ya bu vakitler şu. Belki ballağı çıkarak yiyse tekim koşuluş mümkün o çağ dikkallaşın ama. Belki hazır hem de az kaldı bu. Hem de qoğulluqlar bulduğun, hem de qoğulluqlar oğurlap çıksak onu oğurluq deydik hem. Ama çıla oğurlasak biz onu... Oğurluq demeydi. Oğurluq emas oğurluq şuna ama. Çünkü onu satqan nəsini oğurlasa, oğurluq. Bu çağ qoğunum satadı da deyik Allah çıkıyor. Peki ma çılanını satmağan dikin biz hem de yerdiğen gitti.
Demek o çağda haklar çılanın pul bulduğunu anca his qilib ketmeydi. Hem şununla birge iqtisadi angmı tüven şunda. Doğru. Ondaqda sizden bir narsa sorğum keldi. Meni yaşlarning bu fikirlerini anlap bakım daim yaşlarning fikirleri qiziqim hemen. Mesela dehqonlarning ideyasındaki mushu xil o'zgarish sizce yaxshi ahvolmi, yaxshi emasmi? Mesela ayni chaqda nayt sexeti ular, hamma narsani ularning ishiklari ochiqdi. Tamlari ochiqdi. Nurg'ulga odamlar kirib chilanlarni yeydi. Hozir taqilib bozorga salmagan bo'ldi. Mushu xil o'zgarish sizce yaxshi ahvolmi yoki yaxshi bo'lmagan ahvolmi? Buni bizning bir qozoq o'qituvchimiz bordi, shu 90-yili san'at maktabi o'qiyotgan vaqtimda shu qozoqlarning, millatning, qozoq millatining deprischa biz shu o'z vaqtida biz qitiqlarimizni, mana qo'rtlarimizni ochib setishni nomus ko'ratdik. Ulardan bor, biz Uyg'urlardan borda o'xshash. Endi hozir ala iqtisod ang asta shakllangan vaqtida men o'ylayman, ochlarning qig'ini hozircha turmush yaxshilash. Endi odam bo'lgandan keyin endi odamning xarakterida hamma odam olqishlaydi. Bu narsani bekor beryapti, shaharliklar boramiz, bakog'i yeymiz, noat yaxshi obdan dehqonga deymiz. Lekin ular hech qanday iqtisodiy kirim qilmay ketamiz. Bechora dehqonlar shu yerda ketaversa, oq ko'ngillikni-chu. Faqat zarurati bo'lganda dehqonlarimiz bek mehmon bo'lsa maqtab qo'yamiz shunda. Uni menimcha to'g'ri qaramayman. Chunki odam mehmon bo'lsa yo'qitmas kerak. Lekin uning azroq iqtisodiy jihatdan yaxshilash kerak-da. Bu iqtisodiy jihatdagi yaxshilash bilan birga, lekin bu yerdagi bir muhim narsa menimcha, demak ayni vaqtda boyaqi bir misolni oldingiz, demak bir qozoq yo'ldosh shundoq o'zining sutlarini setishini nomus deb biladi ekan, shundaqmi? To'g'ri, so'rib kirmaganda. Demak, bir narsani setib kishilarga haqliq berishni nomus deb biladi ekan. Amaliyotda mushu ko'z qarash menimcha insonlar jamiyatiga intan yuksak ko'z qarash bo'lishi mumkin. Chunki u haqsiz taqdim qilish degan ma'noni bildiradi, shundaqmi? Bu jamiyatga to'hfa qo'shish degan narsani bildiradi. Hozir bizniki nurg'ulg'an boylarimiz jamiyatda balkim necha milliardlab pulni tepib bo'lgandan keyin, xalqni ip bo'lgandan keyin, ondan keyin men iyoni qilman deb o'ylash mumkin. Lekin ayni chog'da bizning nurg'ulg'an dehqonlarimiz bir chini qetiq bo'lsa yoki bir chini suti bo'lsa, shuning o'zini taqdim qila oladi. Demak, bu yerda ikki taqdim qilishning amaliyoti xarakteri o'xshash bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, bu taqdim qilgan holatda hozirgi sharoit uchun cho'qim o'sha odam oqko'nglar taqdim qilsa, siz oshunchlik bir ich bo'lmasa-chi qaytira olsangiz, haqsiz bo'ldi. Lekin nurg'un odamlar bor, masalan, o'rin deyman ularni hozir. O'zi oqko'ngil daraxtdan daraxt yizlarda bog'lar bor. Aş ürük deymiz, almalar deymiz, neşbutlar deymiz, tökülüp ketadi. Satmaydı. Onu hakkı yeydi o. Çünkü öz yapılamaydı onu yegendiken biz oylaymiz acaba oqko'ngil dehqonjima o yavaldık, to'xtan kamnikin yavaldık, falan kamnikin yavaldık deymiz. Lekin aşlarda şekilleniş kerak-ku bu iqtisoddan. Çünkü aşlar aşını açıp sitib, japatadi da, üzüdü, neçe o'raydi, qachilaydi, sitish kerak. Uni nurg'un dehqonlar ko'lamlashmagan. Ana bo'lgandan keyin ana ikki narsam satsam ya 2000 ko'la ya 500 ko'la deb Aşağı kalmışken keyin mesela ya bezgo bir qo'yilib baqsa bir bo'ladi. Tamam. Demak, sizniki boyagi fikrlaringiz bo'yicha aytgan chog'da sizniki shu boshlang'ich hayotingizniki boshlang'ich maktabdagi Ömerjonni biz kapsiz Ömerjon desak bo'ldi, shundaqmi? Asosan o'g'irlik qilish, suv cho'milish yoki amal bor, chilanlar bekor yevilishdan o'tgan hayotingiz. Lekin boya aytganda to'liqsiz chiqqandan keyin siz kapsiz Ömerjon emas, balki kapsizroq Ömerjon bo'lgan bo'lsangiz mumkin, shundaqmi? Men to'liqsiz chiqqandan keyin haqiqiy kirishdik. Chunki bizning to'liqsizning birinchilikda o'sha to'liqsiz bilim ul qo'ydi degandak bizga bir tushuncha beradi muallimlar uchun. Birinchilikdami, ya'ni kapsizlikdan ikkisiga bir bo'shliq ketadi-ku, muayyan o'tishma. Men chunki o'ynab kelib darsga yaxshi qarmaydigan kapsiz bola, biroqlam yaxshi o'qib ketamayman-ku. Shu oraliqda bir yil bir maktabdan bir maktab olmish ketdim. Birinchi o'rtadan 3-chi o'rtaga olmish ketdim. Nima uchun desangiz, u davomli bu sinf meni osh maktab bo'yicha birinchi o'rta eng yaxshi maktab. Osh maktabda sinf bo'yicha maktab bo'yicha birinchi sinf. Mayli intizom bo'lsin, mayli sinfning sifatati bo'lsin, men kirdim. Muallim amroq o'qib qilib, hech vaqtimcha akirgan meni sinfga. Meni o'qib deb. Shu muallim faryod o'qib ketdi menga-chu. Kundetga uxlablar borman. Attiga soat bu to'liqsizlarga bordi balacho, sinflarni tozalab men degan kunda birinchi soat dars kechikishman dedi. U sanaladi o'chaqlarchi. Sinfga kirib 50 bola vaka 49 soat desa birinchi soat men chiqaman da sinfdan. Bo'lar deb oxiri matematika o'qisin, patamni opirib qo'yatdi yagichu. Oldi do'lta o'qib qo'yatdi kundirib. Yig'ir keldi, o'qimayman bo'ldi dedi. Oxiri 3-chi maktabda bir o'qituvchimiz bordi. Qanday o'qituvchi. Ismini aytmaganda. Shundan bu mening
Açam şunu okugan, nayet yaxşı okugan da, dersi okugan ekan. Sen aşağıdan ki iniskense, ben seni okutqun ba, deb ekval deydi. Birinci oturun üz berip, saqlap turup, resmiyet üzdü becirip, yan bir mektep ekval deydi. Ekvalgan ekan, nayet kızın okugan ekan, men u aң yok da, xijil boluş yok çaldı. Ekvagandan keyin kechikding oldu. Yani kechikdim. Ballı başlı dedi, vay bunu bir mimam bolgan ekan, mimanlap qo'yaylik dedi. Balkim shu joyda sizni kichik bolalar kechikak polvon deb atish mumkin, ha? Onun için bir nam aldım o deyman. G'irib palan deydi. G'irib polvon deydi. O çağda emasdi. O sınıfta okup kechki verdim qarsam mening boshlang'ich o'qigan yaqin o'yanchi og'aylar yana bir sinf ekan. O bizning yana bir siyosat o'qituvchisi. O muallim shunga, "Men och qolaysin" dedi. Ochib qoldimi? Bu xazil muallim o'qituvchi men 3 o'qib qoldik. Siz shu maktabdagi segal bo'libsiz, shundaqmi? To'g'ri. O sınıfga chiqdim. O sınıfda o'ynaydigan bolalarni oldi menda. Aş muallim shiviq navli bu chaqcha savaydilar uribchi. Otto uchimizni qatirib o'tib ketdi, 3-4 og'aylarim bor. Ulam yaxshi yozadi, hamda o'qib. Yaxshi ishlar. Shuning bilan tayoq yedik, har xil tarbiyani itdik. Nomim nim bo'ldi desangiz, palan bo'lib ketdim-da, sen oyatni yeb. Anan keyin sinflar sig'may shunaqmi? To'liqsining 2-yilga chiqqan chog'da. Tayoq yegan joyda achingiz kelamdi? Endi shu mishildaydiq-da. Mishildaydi. Ishingizni achingiz kelamdi? Qig'ashimiz o'zimizga ayon qo'yamdi. Shunga rais bilan qabul qildi, shundaqmi? Hatto so'zib yana birini ursib ekan deb o'ylaysiz. Endi asosan muallimlarimiz u yer suvan balalarimiz chiqchi. Balalarning o'lib ketish nisbati bek yuqurdi. So'zishga amroqligimizdan cho'ng suvan bir chiqni so'zdik. Har juma kuni naq hazil muallimimningki dars vaqti tushdik. Men qanday qiladim desangiz, so'zib kelsam yuzim oppoq oqirib ketadi-da. Uzdikda shu mesela bundan kölde üzgendek, şu A baştan B baştan üzümüzde musabaklaşı ballaçı. Onda bir 10 metre emez, üzüp ötet kaç kölne. O kölem de hazır karsam küçük vakit bek çoğun görengemle hazır karsak şu bir 100 metrlik kölke, 200 metrlik şu, 200 metre kile. Demek ki siz şu çağda yani başlangıç mektep, yani toluqsa oturlarda sizinki təsiriniz sizin ait kapsizdiniz. Özünüzden mi iniqlemesi şu, ama özünüzün düşündürüşüm şu, özünüzün ait kapsizdiniz. Hazır bizdeki marifimizde mesela nurgulga ata-analar yoki bizdeki o'qituvchilar shu kapsiz bolalarni ancha yaxshi ko'rmaydi. Mundaq. Kapsizlik degan kun bir narsa ta'sir qilganda o'ng'ishildi ekan-ku. Men shu to'liq 2-yilga chiqqanda ximiyada bir kasb qo'shilib qoldi. Bu yomon qiziq ketdim bu ximiya degan-ku. Qaysi nuqtada o'zgardingiz? Shu ximiya darsi qaytilgandan keyin men darsga alohida ishtiyaq bo'lib ketdim-ku. Ülgün dağımı ketdim. Şunun bilen men to'liqsining 2-yilligida men 4 banda 100 numara aldım. To'liq numaradan 100 numarani numaracha 99 emas. Şunun bilen çünkü siz ximiya qiziqqanligingiz uchun boshqa kasbmi shunga birikib ketdim. Darsni yaxshi anglaydigan biroq bo'lib ketdim. Demak siz ilgari faqat shu ximiya darsi bo'lmag'ach qilib shunday kapsizlik qilib o'g'irlik qilib yurgan shundaymi? Şunun bilen sizga birinchi sinfdan boshlab ximiya o'tgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Şu ximiya alimi deb saboqdoshlarim chaqchaq qildi, o'zim ximiyaga ishtiyaq qildi. Hatto mana to'liq o'tirning organ ximiyasi, to'liq organ ximiyasi, mushlarning hammasi asosan to'liq o'tirib chiqqancha shu yaxshi o'qidim. To'liq o'tirdiki imtihon numarimni ximiya natijam alaydi yaxshi. Ya'ni siz shu chog'da Ömer ximik deydi. Men shu yoshda ximik bo'lib qolishni bek orzu qilatdim burun. Binokorlikni o'ylab boqmaganda. Demak, shundan bilan siz bu yerdan qaytadan sizniki o'rganishga bo'lgan qiziqligingiz qo'zg'aldi, ya. Bu yerda biz men ma'rifni o'qishayotgan chog'da, ma'rif tadqiqotni o'qishayotgan chog'da men buni ikki xil tushunishga bo'ldi deb o'ylayman. Siz qo'shilamiz o'ylab boqsangiz bo'ldi. Birinchidan biz kapsiz bolalarni cheklamasligimiz kerak. Chunki siz boshlang'ich mezgilda yoki to'liqsiz o'tir mezgilda siz bo'lishi o'yindingiz, ya. Sunimi qanday uzdingiz? O'yinning hammasini o'yindingiz. O'yinni qangandan keyin oyundan zerikkandan keyin tuyuqsiz sizningki diqqatingizni burashdan iborat bir xil psixikal shakllanadi. Shunga biz hozir bizning ta'kidlayotgan ma'rif tadqiqot ta'kidlayotgan narsa nima desangiz, cho'qim bolalarimiz kichigida o'yinni qinish kerak. O'ynab qanganda andan kelgusida o'rganish yaxshi bo'ldi deb qaraymiz. Balki mushu xil ideyaning ifodasi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan har qanday bir odamning yoshirin yengida bir kasbiy aloylik bo'ldi yoki xarakter jihatdan aloylik bo'ldi. Ma'lum bir kasbga o'zida yoshirin bir iqtidor bo'ldi. To'g'ri. Demak, ayni vaqtda siz ilgarigi mush ximiyadagi mush iqtidor sizda bayqalmagan. Faqat mush dars qo'shilgandan keyin bu qo'zg'atish uchragan bo'lishi mumkin. Shundaqmi? To'g'ri. Alim tanga qiziqish jarayonlashda bo'ldi. Men oliy maktabga kirgan chog'dimi, men orzuyim birinchi bo'lib yo tibbiy maktabning dorigarlik kasbi. Chunki ximiya bilan munosabat qilib, cho'qim bir dorini kashf qilish. Men ma'zum deyman, nurg'un dorigarlikda o'qiyotgan bizning shu
özümüzün insanları var. Hem de üzüp çıkamadı. Ben doğurganlık dese ağzım gözüm bek ıskandı. Meditsina, kliniklik davalanaş deganlardim mi? Sen qaysi kasb o'qiysan desam, men tibbiy institutga ketmiş doğurganlık dese şu boshqacha hayajonlanib ketaman. Lekin shu bolalarda izdinish, oxir chiqarish, oddiysi ya zukam doğrusu olamdı. Kapsizlikni tashlash. Taşlar aşağıda yok. Hem de ben taşıyoga o'tgandan keyin men o kimya kasbini yozgan. Demak, bilimga qiziqish shakllangandan keyin siz shuning bilan oliy maktab imtihoniga qatnashdingiz, ha? Albatta sizning bilim doirangiz intayin keng bo'ldi. Unda qilgandan keyin siz 4 banda 200 nomer oldingiz. Bunda qilgandan keyin siz oliy maktabda qaysi kasbni o'qishni tanlashingiz intayin qiyin to'xtaydi. Bu aytgandek dorigarlikni yoki ximiya ilmini tanladingiz. Shunga birga siz yana shu go'zal san'atnimi zodi men o'qimasam bo'lmaydi deb turib tanlabsiz ekan, ha? Ya, onda emas. Bu binokorlik kasbini men o chaqda bizga moda bo'layotgan maktab Xinjiang Moliya instituti. Onun çoğun bilet xalqaro savdo desi boshqa bir chet ellarda yuradigan chiroy ko'radik da. Arzuga yozganda. Lekin men bu neft instituti vaqti hozir yo'q bo'lib ketdi. Hozir tarbiyalash markazi bo'lib qoldi ya. Shuningki ximiya sanoatida bir kasb bor. Tibbiy institutni yozdik, uni yozdik. Yozgandan keyin bu orzusiga qiziqishi degan bir to'ldirib qo'yab ekancho. Odamning qiziqishi bir bizning dana xalqining ustida bo'ldi-ku. Endi muallimlarimiz hamimizcha biz alohida diqqat qilamizda, o'quvchi qabul qilgan chog'da dan to'stirma desa, bizda imlarimiz sal xato satda. Bizning sinfda naite azim shu bir alikum ishlatidir, shu saboqtishim. Xidbek chiroyliqdi, uyg'ur xidi. Shu saboqtishim sen meni to'ldirib bera, xidmat chiroyli qo'ygandan keyin desam, sening qiziqishing nima dedi deganda, jiqqa qiziqishim. Naqsha, muzika, usullarimiz ishtiroq bo'lgandan keyin desam, unda uni deb yozmay. Naqsh muzikaga qiziqsiz, shundaymi? Qiziqmizda ham biz uyg'ur bo'lgandan keyin qinimiz bor. Shuning bilan go'zal san'atda biz qo'ydi. Bir kun qarsam bu chaqir qog'oz kelibdi dedi. Qo'limizga olib qarsak Xinjiang sanoat institutininki tunji qarar hamda binokorlik to'liq kurs. Shu me'morchilik kasbiga qabul qilinmangiz debdi. Turib ketdim me'morchilik degandan keyin men bir qaysi bir jurnal Xinjiang yoshlarining bir misda Uyg'ur me'morchiligining o'rnaklari deb bir yozib ketdim. Qarsam bu yerda haykallar turadi, naqshlar turadi, ayvonlar turadi. Qalin yog'ochchilikni kirib ketdi. Bu hamda men oliy maktabda o'qidim deb bir yog'ochchilik o'qib ketdim, yo naqash o'qib ketdim. Bunday chiqanda jongshu cho'kib ketdim. Ha, shu haykaltarash o'qib ketdim, o'qimadim-da. Sen mening yana bir saboqchim bor, qurilish ilmi deb nima, qurilish texnikasi deb kelibdi. Bu qurilishlar siminot, po'lat ganjin chiviqlar ichidan kesib biz tushundik ham hozir buni. Naq maydonlarda jiqaq ishlaydi bular, maydonlar uchun. U men uni laylaydigan emas, sen shu me'morchilik dedi. Bandugu tutsanka dedi. Aklada o'yinchilik qildi ekansan dedi. O'yildim, qilim o'tmayapti, haykaltash o'qitamanmi deb kelgandan keyin birinchilik kasb tushmadi. Tayyorlik o'qidik-da, o'chada tayyorlik o'qimini yaxshi bo'ldi. Bak kech kunduz o'qidim mana, hamma bolalar e'tirof qildirak o'qidim-da. Endi xanzu o'qiganda bo'ldi. Xanzu o'qiganda, xanzu asosan ojiz emas o'chada. Bolalar benim bir o'qituvchim deganda, ham sizlar asosan ojiz, hamda yotoq degan uxlaydigan yer. Qattiq qolmasanlar kema kesni o'tamaysizlar. Chunki sanoat maktabining sanoat institutining butun darsi o'sha xanzu tilida bo'ldi-da. Uyg'urcha darsi yo'q. Shu elaqi bir qaç ijtimoiy darslar bo'lgan. Shuning bilan men at deganda soat 5 dan qo'yib ketman. Kech o'g'anda cho'ng sinfda o'qidim. 10 bo'lganda yotoqni chirg'in taqaydi. Kardurga tatiblamay chiqib, partincha shu yer tayyorlik ochib challaydigan bolalar qarab turib ketadi. Shuning uchun aytgan demak, siz agar ayni vaqtda har qanday kasbni o'rgangan bo'lsangiz, balkim har qanday kasbga tushib qolgan bo'lardi. Shunday ish bo'lamdi. Natayinda. Masalan, chunki men shu jarayonda uni tushib bir mazga o'tgandek uni zirkish bo'lib qolish mumkin. Masalan, maxsus ximiyal tadqiq qilgan bo'lsangiz, reaksiyalarni ishlab yurgan bo'lsangiz, siz u Navoiydagi she'rlarni yozolmay qiynalib ketdingiz. Bir odam cho'qim hammani qilish emasda. Tanlab turib birini qilib bo'ldi oydim hayot. Lekin sizning bu kasbingiz ichida ham o'zingiz qiziqadigan ijtimoiy fan xarakteri, ham shunga birga tabiiy fanning turlari bor. Shuning bilan bu yerda sizning o'rtaq qiziqishingizni shakllantirdi. Bu kasb shunga bayat dedim-ku, ijtimoiy fan debcha. Bu shu
Mesela chet el binakarlık tarixi okuymiz. Bütün dünyada laylagan binalarning kim laylagan, qaysi zamon laylagan, shu bütün ügünisi bu binakarlık tarihi deb tarix var. Chet el binakarlık tarihi, Jungo binakarlık tarixini okudukça biz. Endi Uyg'ur binakarlık tarixini malum bizning o'qituvchimiz yozib chiqdi. Buni dars qilmoqchi endi buncha. Endi chet el binakarlık tarixini o'qidik. Buni ximiya kasbining ichida endi ba'zi shu çirtiş, o bu deyimiz. Mesela şu toprak katlamanınki binaga çirtiş var. Bu çok ximiyalar münasebetlikler, bu narsalar. Çünkü biz binalar alsak birinci hop binanın yer katlamını tekşirtip verenler deyimiz. Çünkü bu yer sizin şorluk toprak desem de, kum yer desem de, şığılığı desem de biz bunu materyal qarab turib baylaymiz. Şunun terkibinde nurgul ximiyelik narsalar var. Binanın şu sımır tutkanda çirtişler olabilir. Su bu qalsa, yara suyu qalsa onunki binanınki şu gancınlarında çirtiş, nurg'un ishlarni ashuna o'ylashib turib qilamiz. Demakki, o'g'lim buni ximiyam bor, fizikam bor, tarixim bor, shunday madaniyatim bor, lekin texnikam bor. Hatto matematik nurg'un hisoblashlar bor. Demak, bu yerda biz ham binokorlik haqida siz o'zingiz ko'z qarashlaringizni davatsa, binokorlik demak, boya aytdingiz sizlar chet elning binokorligini o'rgandinglar. Ammo endi dunyodagi dongliq qurilishlarni o'rgandinglar. Buning ichida biz dunyodagi dongliq qurilishlar deysizlar ko'z oldimizga, ya'ni piramida keldi bizning ko'z oldimizga. Piramida haqiqatan sizdan so'rab baqsam, haqiqatan shu binokorlik nuqtai yetgan shundoq bir sirli qurilishmi? Piramida biz binokorlik tarixini o'qib birinchi varaqlagan chig'imizda bunda bir gap qildi. İnsanlar cemiyeti, iptidai cemiyette önkürlerde yaşayan. Elki yoki bo'lmasa kabilarda yaşayan. Bu en insanların qo'pol holatdagi tog' önkürleri. Ama bu bir makani. Endi piramida insanların uyi emas, bu qabrisi. To'g'ri? Bu firavnlarning qabrisi. Lekin biz varaq qilsak ham birinchi varaq olib, ikkinchi varaqning boshlandi bu. Bu shu Ichki daryo ovusidagi madaniyat deb boshlaydi-ku. Mesopotamiya daryosi bilan Nil daryo vodiysiga qurilishlar boshlangan ekan. Shu joyda shu piramidani endi bizga endi buniki bir faqat bizga uni bek abstraktlam so'zlab o'tib ketgancha unaqa. Uninki endi shu chunki uning loyiligi odam yo'q. Cho'qim bor lekin u kim loyildi? Uning loyiligi uchun ismi nima? Yo'q, bilmaymiz. O şu bir piramida müştabishda qurilish, dunyodagi müştab bir mo'jiza qurilishlar deb tushuntirib o'tib ketdi. Menimcha o'zim uning ishlatgan material, uningdagi mush xishlarning, shu tashlarning bir-biri bilan jipsilishida, mushlar bir-biri kelishi, hozir har jo'ng'ishib qilyotdi deymiz, nurg'un tosh o'ynaydiganlarimiz bor bizning. Tosh deganni anda keltiribman debchi, marmar toshlarni qildi. Qarasangiz yo'chiq bor. Nurg'un imoratlar qarab chiqqan toshlarni sirti osgan chog'da ikki talmish qirning 45 gradus juplaydi buncha. Shu juplaganlikda qarasangiz qirba uningda. Hozir sharoit, hozir uskunlarda, lekin piramida qarasangiz uningda tushuntirishchi, chivin o'tamaydi deydi-chi. Shamol o'tamaydi. Shamol o'tamagan darajada jiplashib ketgan. Toshlarni. Toshlarni. Necha tonna toshlar? Necha toshlarning bir jiplashib shunda tushgan endi uni. Endi uni haqiqatan bir mo'jiza xarakterli qildi. Mo'jiza. Demak, bundan nisbatan har xil ko'z qarashlar bor. Demak, binokorlik nuqtasini aytganda siz nihoyat qoyil bo'lsiz uningga. Hamda lekin uni kelish manbasi haqida, uning qanday silganligi haqida bir sir. Biz har xil sirlarni anglagan, har xil gaplarni anglagan. Masalan, piramida tashqi plan odamlar sog'an degan. Ya tashqi plan odamlar bizga telefon deb qo'ymaganligini sog'anni. Undan boshqa yana bir xil tushunchani anglagan men. Amaliyotda biz tarix qanday o'rganamiz? Piramidani ayni vaqtda Misrda, ya'ni shu qullar yasagan, necha millionlagan qullar yasagan deydi. Lekin yana bir aydan bir ko'z qarshi ekan. Piramidani ayni vaqtda butunlay boylar, podsholar jamiyatning yuqori qatlamida yasagan deydi. Chunki bunda yüksek derecedeki mükemmel qurilishga nihoyatda yüksek derecedeki savr taqat ketadi. Bu xil savr taqat faqat shu boylarda, jamiyatdan yuqori qatlamdagi odamlarda bo'ladi. Men haq uchun ishlayman, ishlab jon boqaman deydigan odamlar bu xil ko'z qarash bo'lmaydi degan bir ko'z qarashim bo'lgan. Buni ko'pchilik tahlil qilib baqsa bo'ladi. Demak, piramidaning kelish manbasi yoki qanday qurilgan haqida hozircha sir, shundaqmi? Binokorlik nuqtasi. To'g'ri. Muagibimizning shu deganda nahaqlar podsholarninki o'zi uchun mishlarcha jafoga chidab qildi degan bilan hozir kasblarga bog'lashtirsin o'xshash ekan. Bir ishni qilsa, buni bir odamdan siz meni yuzga qilib berman deb ilib, mush ishni bisim qilib turib qilsangiz. Mush bitirib taylar, mush yuzgani eliblar mana berib taylar desangizlamcha, naqil qullarning ideyasdekcha, bu bisim. Masalan, aşağı ishlaganda qilyapman degan. O'zining ishtiyoq bilan men mush ishimni mush odamga yoritib bir qilib beraychi. Tamam. Mayli onu ko'ynalay, mayli o'zi ko'ynalay. Ağır bir qilib beray deysangiz, ash ong hozir sizga çok udilish qildi.
bu yerdagi ko'z qarash, ideya masalasi intayin muhim masala shundaymi? Undan boshqa siz boya bir gapni dedingiz, ya'ni biz chet elning binokorligini o'rgandik dedingiz. Buningda biz piramidani misol qildik. Endi undan boshqa biz Uyg'ur binokorligini o'rgandik dedingiz, ha? Demak biz Uyg'ur binokorligi degan masalada biz bir masalaga yo'l qo'yamiz, ha? Zodi Uyg'ur binokorligi degan nima? Biz menimcha bu yana bir qitim o'ylash bag'lagan masala deyman. Uyg'ur binokorligi deb ma gapni qilsak, Uyg'urningki bu binokorlik deganning o'zi buni chechilgan dash nayt kam. Birinchi tural uy. Uyg'ur binokorligi Uyg'urning uyi. Uyg'ur binokorlik Uyg'urning masjidi. Uyg'ur binokorlik Uyg'urning qabrisi. Chiqib Uyg'ur faoliyat qilib qolgan narsa hammasi Uyg'urning binokorligi. Buni Uyg'ur soldi. Uyg'urning shu yerlik tuproqdan olgan qishlarni kesaklarni qildi, shu yerda yasagan daraxtlarni kesib, ular biz boshqa qarg'a yog'i masalan boshqa biz ko'ra boqmagan yoshlarni ishlatmadi uni uchun. Samallarni bug'doydan qilib o'zi qildi. Bu narsa hammasi Uyg'urning narsa. Shulardan shu narsani qo'pirib, shu narsani qilib chiqdi. Endi Uyg'ur binokorligi bilan boshqa binokorlikning farqi bor desangiz, bizning asosan Uyg'ur binokorligida shu chog'da shu birinchidan texnika kamchilik bor. Hozirgidek nurg'un zamoniy yoki marmat tashlar ish qo'shish bu yo'q. Asosan shu oddiylar shu yerdan shu kesak to'pini ilib, uni quyib, qandab, chingib deb shuni kesak qilib, o'zining uyiga mush qo'yashqa qayoqdan chiqib qo'ysam, shu kun nur o'zim chiqib qolmaydi. Ondan keyin shu Uyg'urning tuproq, shu klimatlik issiq bo'lgandan keyin uyini janub qart deb soladi, kungamroq. Lekin kun olib pishaygan chiqarib, kuni to'sitadi. Nimish qo'ysin, bak kuchli kunni xolmaydi. Ilammi xotinlarga binolarga pasam nurg'un odamlar deydi. Mush yotoq uyini fukam. Mush kun tushmaydi qaraq tarafga loylab pasam. Cho'ng yotoq uyini deydi. Aka deyman. Bu men cho'ng uyingni kunga loylamayapsam, qanday kun tushmaydi qo'yib uxlamsa deyman. Urumchida cho'qim biz uxlaydigan uy bilan mehmonxonamiz kun tushadigan janubtamchi. Atgan kuni kun demayman-chi. Atgan kun birdan yakka bo'ldi o janubga. Sharqda 1 soat turgan 2 soat yakka bo'ldi. Bu janub taraf qo'yamiz. Bu xotanda hozir ishimizni ochsa, ya'ni kun uyam azroq tushsa deydi. Demak, bu yerda nima desa, birinchidan bizniki xalqimizniki mushu rayonda azaldan quyoshninki tushish vaqtining uzunligi yoki kuchlikligi kundagi. Bo'libmi bizniki kangri ketgan mushu qumliqlar, anikin bo'stonliqning kam bo'lishi bu shunga bu kundan daldini spesifik shakllantirgan bo'lishi mumkin. Undan boshqa boya aytdingiz siz, masalan bizning xalqimiz mushtaq kunni qartib uy samaydi dedingiz. Bu boya aytgandek turalg'u masalasi, ha? Bu bir turalg'u masalasi. Lekin bizning aytayotgan Uyg'ur binokorligi desak, masalan, qanday masala? Bu mening ko'z qarashim, ha? Biz hozir Uyg'ur binokorligi degan masalada shunday qarasaqlar biz qo'yiq islom binokorligini ko'ramiz. Amaliyotda nima desa, islom binokorligining bizga bo'lgan ta'siri intayin cho'ng bo'lishi mumkin. Boshqa biz shu binokorlikda biz o'zimizga xos bo'lgan omillarni tepib chiqishimiz menimcha intayin muhim bo'lishi mumkin. Masalan bizniki shu peshayvonlik, dalon saroy, pesha oshxona qilib uy selish shaklimiz yoki yer ustiga ko'tarib selishimiz balkim bizniki shu rayonimizga xos o'zimizga xos bo'lgan binokorlik bo'lishi mumkin. Undan boshqa bizning naqqoshchilik boshqa har qanday bizniki naqqoshchilikdagi nurg'ulg'an adalg'uli amaliyotda arab fors tillaridan kelgan bizga. Bo'libmi fors tilidan intayin ko'p. Mushundoqdan qaraganchada bizniki binokorlik masalan islom binokorligi bilan zo'r jihatda o'xshashligiga bo'lishi mumkin. Shuningdek siz Sud nazoratidagi qurilish loyihalar o'rnida ishlab qoldingiz. Bu yerda qancha yil ishladingiz? Ben 2 yil ishlab 2003-yilda chiqib ketdim. Shaharlik ketdim. Shaharlik ketdingiz. Uningmi bir jarayon bo'lib qoldi. Shaharlik qurilish loyihalariga ketdingiz, shundaymi? O'rimsharlikka. Uyga necha ishladingiz? Bu yerda 6 yil ishlabdim. 6 yil ishladingiz, ha? Demak, bu yerda jami 8 yil vaqt bo'ldi, ha? Endi biz shu 8 yil vaqtni tasvirlab boqaylik. 8 yil vaqtda siz nayt kuchab japoliq ishladingiz deyman. Bu vaqtni bir yig'i so'z bilan siz tasvirlab boqamiz. Japoliq. Haqiqatan japoliq. Shu 8 yil jarayoni. Bak japoliq. U vaqtda siz demak shu qurilish loyihalash idorasi uchun ishladingiz, shundaymi? To'g'ri. Bu vaqtda siz butun kuchingiz bilan o'zingizning vazifangizni bejondil o'rindingiz. To'g'ri. Meni olishimcha shu chog'larda sizningki ishxonangizning chiri faqat o'chmaydi-ku. Balkim bir yilda 150 kunga qaytmadim desam bo'ladi. 150 kun. 150 kun. To'xtamay loyihalash bilan o'tdi kuningiz. Kuni kechida bunda bo'ldi-da, kechda bir to'rt bilan ish topshirdi, etga olmadi aytdim. Kuni qolgan. Men shu kechacha ishlab bitirib ketdim.
ba'zi 2 kun 3 kun qaytmaydigan keyin 1-2 kun bamsang bo'ladi. Ishni bitirib 1-2 kuncha uxlasang mening boshlig'im tushunadi. Lekin ko'pincha kechda jabr ishlash ig'irdi. Lekin unda uxlab oldigan ish yo'q, kichik bo'lgandan ish bisim hammasi bo'za qilib qildigan hech qanday. Aka mani qilyapti, mani qilyapti shu ochda uygunib. Lekin siz bu qizg'inlik bilan qilyapsiz ishni. Ha, qilyapti. Bu zirkishlik yo'q lekin. Shunga davomli bino loyihalar qo'lingizdan turkumlab binolar loyihalar chiqishga boshladi. Siz ko'p mahsulot arxitektor oldingiz, shundaqmi? Bir o'rganish bosqichda bu. Demak, bu yerda sizniki shundaq hukumat organiga kirib ishlab bu yerda bir nihoyat muhim odamga aylanganligingiz bu vaqtlar o'zi sizniki intayin cho'ng bir o'rganish jarayoningiz bo'ldi. Shundaqmi? Shundan keyin siz bu xil g'oyat cho'ng o'zingizning iqtidoringiz bilan qoidadan o'zingizni yana bir sinash, ya'ni bo'libmi bevosita o'zingiz shaxsiy bozorga yuzinishni o'yladingiz, nima? Shunga shu nechinchi yili bozorga sakirdingiz? Men 2007-2006-yillari shu Xotanda shu tanishib qolgan shu bino biz Xotanga bir chuqur bozorda bir bozor bor, shuni laylashga berib, bir qancha Uyg'ur bino soldigan binosilab, shuni sitib, fultib qo'yatganlar bor. Tanishib qoldik, yaxshi o'tdik. Keyin shuni laylab bering deb chiqdi, laylab berdim. Asosda idoraga qapasam, buning pulni tuvan ko'rdi chiqishlancha idora. Xota yiroq. U yerga berib kelish chiqimi ig'ir bo'ldi. Bizim bir shaharlik laylash bo'lgandan keyin Shinjongda ikkinchi laylash, optimallikdan qarashcha. Unda bo'lgandan keyin men u boshliq og'ilni chiqishlarni qabul qilmadi. Ammo qimmat tashlasa bo'lmaydi. Shunda men loyihalarni ishlab berdim. Bizamcha. Boshqalar qildiringlar dedim, shunaqa 2006-yildan boshlab men endi siz ishni boshladim. 2-3 yil hamda shu loyiha ishlab bir jarayon bo'ldi. Ana rasmiy 2008-yili idora bilan xo'shlashib, hozir shu 2008-ning oxiri 2009 kanda shu men idora bilan qo'shilib shu o'zim shirkat qildim. Shu jarayon nurg'un ham demak shu 2008-yili siz idoradan iste'fo berdingiz. 2009-yilda iste'fo berdingiz. Demak siz u chaqda o'zingizniki o'sha kasbdagi iqtidoringizga to'liq ishondingiz, shundaqmi? To'g'ri. Ham shundan bilan birga bozorni to'g'ri kuzatdingiz. Lekin dastlabda bozorga chiqqan vaqtda shu sal ansirabsizkana ishkilarmi emasmi deb o'zingiz shaxsiy bozorchi yuzlangan chog'da. Endi bunday gap bu bilim bo'lgan bilan uni bir buni joriy qildirgan yovimiz bo'lmaydi-da. Bu men u xaridni chertjuzlarni sizib laylab qo'ygan bilan uni sosi bo'ldi. Samisi bir axlat bo'lib bir qog'oz bo'lib turdi endi o'cha. Demak, bu yerda ansirashim bo'ldi sizda, shundami? Agar men bozorga sakrab chiqsam, agar ish kelmay qolsa, ish kelmagan mo'lduzdak o'tirib qolsam, qanday qilaman deb o'ylab qoldim, shundami? Baliki o'sha jarayonda bir yakan noisiga bir binobati shu laylab turgan ishni deyishayotgan vaqtim. O'ylayman, cho'qqim ash 6 qavatlik bino, ash bino laylisam bo'ladi bir yil menga. Bir bino laylisam bo'ldi. Bir chiqpa qaydab chiqdim. Lekin u 6 qavat so'mida qarang o'sha. Bu 6 qavat so'may o boshqa ishlarga qo'yib ketdi. Undan keyin men iqtisodning ishi, uyga ehtiyoj ishib ketgandan keyin idora ishlayotgan vaqtimiz 6 qavat uylarni jiqsizatdik. Mening ma chiqishimga idora bir ishga egiz binoda 2 yil ekan-da. Chiqqandan keyin butun ya ammoq tas bo'lib ketdi. Hamma odam jiqsasi jiq pul deb ishni uynib ketdi. Shu hamma odam egiz bino solama, cho'ng bino solama chiqib ketdi. Shuni o'ylayman shu. Mayoq 18 qavat, mayoq 20 qavat deb boshlagandan keyin hamma odam egiz bino solishga kirishib ketdi. Siz to'xtamay siz kirishib ketdingiz, to'g'rimi? Shundan 2009-yili oxirida siz bozorning eng qaynoq vaqtida chiqdingiz. Shundan bu 1-2 yil jarayoningizda sizningki intayin kech kunduzlab texmi? To'g'ri. O'zingiz uchun ishlaydigan jafoliq jarayonga aylandi. To'g'ri. Shu 6 qavat binolarimiz oxiri 26 qavat bo'lib ketdi-da. Ashta siz paydaman, hali ishlayapti. Uni yana 20 qavatni qo'shib sizdingiz. Demak, siz hozirgacha demak g'oyat zo'r shunday loyihalash bilan shug'ullanibsiz, undan boshqa nurg'un natijaga erishibsiz. Endi shu loyihaga bir nechta binolarni ko'rib boqaylik. Xotan Güzel Makan uy mulk shirkati, Xotan Sharq Shamoli 5 yulduzli mehmonxonasi. Bu bino bitgan bino shunami? Ya, hozir shu Gangjin to'qotdi. Gangjin to'qotdi. Asta. Bu bino intayin zamonaviy bino ekan. Buni Yevropachilar shu zamonaviy asos qildik. Bundan Mayri
bütün eynek. Bunu biz zamani deyimizde. Ama yeniçi materyal mavcut. Hamda mayada işletken maş gümbez, maş şentiyol deyim, maş şekillerin hemisi asasen Avrupaçılık şekiller mavcut. Adillaştırıp kıldık. Bu zamanlılık bilen şu Avrupaçılık asas. Bunun egmeleri açayım, şu bizden milli rayın düşüdü uçum şekil. Bu şu hotelninki şu dalı da koydu ki şu burunki şarkı şamalı Dongfeng Shangchang da ko'ni bina bu. Şoň bunu ismini özgertmey Dongfeng Judian dep koydu. Demek bu hazır siz bu bir yerde sizdeki alımını siz öğrengen ressamlık maharetiniz bir yerde iş saldınız ya. Yani siz naydı güzel bir kuruluşunu sizip çıktınız. Bu taşqi görünüş. Doğru. Hem de biz bunun işki görünüşünü mi? Yani siz işleysiz şundaq mı? Doğru. Bununki işki kurulması için qanchalik belki bir kitap geçişi mümkün şundaq mı? Belki muşunun xaritasi muşunun çoğunlukta xariti olsa 300 varak, 400 varak xariti bolsa mümkün. 400 varak xariti verimiz. Muş bütün bir binanın tok yolu, su yolu, o't o'chirish aslalari, muş hatta işletken derizning materialları, sırtı işletken taşның şekillerini tartib, içindeki bütün ganjin, polat, çivik, simonot ketadigan material. Qaş hemmisi muş xariti kirgitdi. Biz muş xaritini baduq degan gap, siz muş xaritini ko'tarib chiqib, her qandaq bir qurilish egasiga bassangiz, ko'zni yumib xaritga qarab ham ishlasimish bino chiqadi. Demek bunu 400 varak bir kitapni sizip çıksız. To'g'ri. İşki kurulması jihatdan. Hamma laylaydigan gap. Masalan, ma 5 yulduzliq. 5 yulduzliq degan gapning ma'nosi nima desangiz, buning ichida eng ustida suzish ko'l bor. Ana suzish. Mana shu cho'ng kafe uy bor, kafe ichidigancha. Ma suzish maydoni bor. Buning ostida mana shu suzish maydoni, ma kafexonasi, mayada bütün ma jusa yeydigan yerda, tamoqxonasi. Buning datinglar bor. Aniki buning ostida 2 qavat ishxona binosi ishlashilgan. Siz bu 5 yıldızlıkның ölçümü boş laylaysiz bunu. 5 yıldızlığın içinde nemi buluş gerek. Siz bu yataklam qilib qo'ysangiz 5 yıldızlık to'shmaydi. Bunun suzish ko'l degandek bo'yatdan. Çünkü ko'ngil so'ralari hamma laylaysiz. Demek onun işki kısmındaki her bir xaritini siz, her bir varak xaritini belki bir gün, 2 gün siz işiniz mümkün şundaq mı? Ha, to'g'ri. Masalan, mush uyni 5 yıldız edi. Bir mehmonxonaniki jiq mehmonxonlar 3,5 metr chiqadi kengligi. Siz mush 5 yıldız degan mush uyning kengligini qancha laylaysan bo'ldi? Pinfan sani bo'ldi ku. 30 pinfan qilsam 5 yıldız uçacağım da 35 pinfan qilsam mı? Muşunun adamga rahatlanish darajasini tartib, mush türklarni shunun qarab qo'ysiz. 5 metr qilaysam, 2 o'ylaysam, türk 10 metr qilaydi. Demek bu şu binaniki siz tok, su, o't o'chirish, ganjin, simonot. Ashundan keyin mana shu binolarga qilib bütün material hammasi bor. Hammasi siz işki kitap sizip çıksınız şundaq mı? Biz binoga chiqib deymiz. Muşunga qancha vaqt ketdi bu binasi? Bu bek murakkab bu Jungyang Kongtiao deymiz. Bütün isinish para emas bu. Bütün demek Kongtiao'nu siz laylaysiz. To'g'ri. Kongtiao'nun o'rni, yo'llari. Hammasini. Ichida jifanlarni tartib. Bu G'ulji Subhi uy-mulk şirkati, G'ulji savdo o'ltiraq binosi ekan, ha? Bu bino bitdi shundaqmi? Hozir G'ulji shahrining buni tashlabga Rahvaziri degan o'rniga bitib bo'ldi bu qurilish. Hozir men Jiangsu bosqichida bino qurilmasi chiqib bo'ldi, ostini ichib bo'ldi hozircha. Hozir G'uljida moda bo'libdi, Subhi Sozsari Duka edish. Bu bino bu ishda o'xshash bitdi, ammo mayani azroq yerlarini biz Jiangsu qismiga qoldirib qo'yganmizmi? Ishlamoqchi, ammo bino aslida bu shakllandi. Bu qancha varaqli kitap chiqdi bu bino? Bu ikki bino. 260 varaq. 260 varaq. Ya'ni yo'g'on qog'ozda shunaqmi? To'g'ri. Bu tigi yer ostimi So'd saroy. Töp 4 qavat So'd saroy, 5 qavat So'd saroy. Mayiqi oylik. Bunga qancha vaqt ketmiş laylaylik? Buni 1 oy chiqib ketgan. Bak avratgan meni bo'yicha. 1 oyda balkim ko'p vaqt uxlamadingiz o'ylayman. Oshta bo'ldi endi. Asosan uxlamay ishildingiz. Demek bu bina sizningki xizmat uslubingizda hozir shunday bir go'zal bino kutib chiqqandan keyin siz balkim 1 oy yoki 2 oylik tatgan japoringizdan yeniklab qilishingiz mumkin, shundaymi? Xushallik bor-da. Xushallik bor. Demak, bir asar mayli nim bo'lsin, mushta bir narsa tikilib, shuni biz o'zimiz bir bo'shliq san'at bo'lgandan keyin bucha bir qog'ozga jijlash orqali, sizish orqali mush amaliyotga aylanadi-da. Shun xushallik bo'ldi-da. Bu intan gayet çoğun bir kuruluş, şundaqmi? Amerika aylandı. Bu hazır kılımı çoğun. Demek, bay aytdingiz siz hamma bu şu binaniki butkul sistemini siz laylaysiz, ha?
putkul sistemasini loyihalagandan keyin demak bu putkul sistemalarning hammasi vaqtida qurilishgan sizni izlaydi. To'g'rimi? Hamma ishlarni shu naq maydon bir tushundiradigan gap. Buning kasb 4 ga bo'lindi. Buning ichida binokorlik, to'qchiligi, binokorlikning shu o't o'chirish aslarni loyihalash, simulganni loyihalash, bosh kasbman. Men nimani loyihalasam, mush binoning masalan men bilan hamkorlashgan 3 aylan bor yana. Bu birisi binoning to'qchisi, birisi binoning suvchisi, yana binoning yalnız qurilmachisi. Men mushni butun loyihalab, men bir uyning ichiga, o'birning ichiga men qo'llaydigan dasni ma tamga loyilab qo'ysam, mening suvchirim shu yerga gaz tortib berdi. Men uni o'rib oyoq tortib qo'ysam, u oyoq tortib berdi. Uyning ichiga bir televizorni men matam qo'yib qo'ysam, to'kcham meniki-ku. To'ksi meni oyoqsiz turdi. Men shu kasbning bosh loyihaligi bo'lib atalmanda. Men qayoqqa mangsam, keynimdagilar shu agish bilan mangdi. Demak, bu sizning xizmatingiz bayitgandek birisi kech-kechlab ishlaysiz. Ya'ni birisi ömürlük mas'uliyat üstünüze alınız. 100 binoning ömürlük mas'uliyatini üstünüze alsınız. Qo'l qo'ymangiz emasmi? Ha, qo'l qo'ymangiz. Ya'ni bino bitib bo'lgandan keyin siz berib qo'l qo'yib topshirib olsiz, ha? O'tkazib olaman. O'tkazib olsiz. Demak, sizniki bu xizmatingiz meningcha haqiqatan intayin jafoliq, ha? Bu jafoliqni o'ylagan chog'da men ayni vaqtda shu ximiya kasbini o'qiyotsangiz bo'pti deb o'yladim, ha. O'sha pro bir kunachda yurib ketardim o'xshashlar. Bu joyda o'qib ketgan bo'lsangiz, balkim bu joqcha 2 million reaksiyani ishlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu binoda unda mas'uliyat ig'ir emas bo'lishi mumkin. Shunga mayli qanday bo'lsin, lekin sizdan hozir bir narsa so'ragim keldi. Ayni vaqtda shu ximiyani o'qimay, bugungi shu kasb kirib qolganligingizdan pushayman qilgan vaqtingiz bo'ladimi? Unda bo'lmaydi. Pushayman qilmaysiz. Nihoyatda xushalliq. Chunki men bu kasbimni o'zim xushalliq deb qabul qildim. Siz dedingiz mas'uliyat bor deb. Oshxonasingizning mas'uliyati bor hozir. Noyoqsingizmi shu? Nenangiz niye bir bo'lib qolsa siz mas'uliyat tursiz. Ham uni desa ish qilmasak bo'ldi. Ham bu qilgandan keyin mas'uliyatingiz kuchli bo'lishi kerak. Yaxshi qilishingiz kerak. Demak, mas'uliyatni qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmaslik kerak. Uni qildingiz siz shuni cho'qim o'zingiz ilishingiz kerak bu ishni. Demak, dadillik bilan mas'uliyatga yuzlanish kerak. To'g'ri. Shunday qanchaqlar bu ishni qilib bo'ldi, ha? Demak, siz bu binokorlik sohasiga kirgandan keyin meningcha hozircha siz muvaffaqiyat qozondingiz, ha? Unda demayman. Unda demaysiz. Nimishga? Mening tixamda bir ishga baltaq maqdim deb o'ylayman bu ishni. Ishga baltaq maqdim. Chunki siz igiz bino soldingizmi, loyihaladingiz, u muvaffaqiyat qozonganmaydi. Qanday bo'lganda muvaffaqiyat qozongan bo'ldi? Dunyo tunug'idek. Dunyo tunug'idek. Masalan, xalqaro islom binokorlik mukofoti bor. Xalqarалық binokorlik jamiyati, xuddi futbolchilar jamiyatiga o'xshash xalqaro binokorlik jamiyati bor. Shular yilda, necha yilda bir butun dunyoga tushayotgan bino. Shuni tanlab mukofot berdi. Buning qiymati yuqori. Nobel mukofoti bo'lsa $1 million. Islom binokorlik mukofotimi $1 million. O iqtisoddan davolgan gap emas. Shunda masalan, o mukofotni o'ylashmasakmi, xalqaroda bo'lsa Uyg'ur binokorligini. Masalan, xalqaro cho'ng bozori xalqaro mukofotga erishdi. O'sha odam shu Jungo akademik bo'lib bog'landi. O'sha bir bino. Shu odam shu apardi. U odam Xinjiang muzeyini loyihalgan odamda, Langshaodong. Shuning o'xshash. Shu Uyg'urning binokorni, X binoning mukofotga erishdi demayman. Chiqqat yo'lamdi. Yoki chiqqat madaniyat sari alaylik, madaniyat yoki uning xosligiga o'rganish kerak, shundaymi? Hayotimda ashunda Uyg'urdan bir bola mashina bir narsani tadqiq qilib yasab, shuni kuzatib, dunyo binokorligi to'nilgan chog'da ondan muvaffaqiyat qozongan bo'ldi. Arzu. Endi o'shaga yetish uchun terishimizda. Meningcha balkim buni 5 million kvadrat metrni loyihalagan chog'da yetishingiz mumkin, ha? Unda degil bo'lmaydi endi. Yoki kelarda yetishingiz mumkin. Uni xili vaqt bor. Demak, buni ufqulamaydi, muvaffaqiyat balkim o'ylamagan vaqtda kelishi mumkin. Balkim sizniki hozir shu kech kunduzlab qilayotgan tirishchanligingiz balkim muvaffaqiyat qarab nayt zo'r kuch bilan siljayotgan vaqtingiz bo'lishi mumkin. Butun gaplarni qilib bo'lgandan keyin yana eng oxirida demak hozir siz bizga nisbatan aytgan chog'da, biz Uyg'ur jamiyatiga nisbatan aytgan chog'da menimcha muvaffaqiyat qozondi deyishga bo'ldi. Chunki boy o'zingiz aytdingiz, siz tunji qaror to'liq kurs, ya'ni binokorlikdagi to'liq kursning o'quvchisi. Andan keyin siz o'zingiz shu kasbda hozirgacha nurg'un bino loyihalab jamiyatning xalqlarning ishlatishiga topshirdingiz. Demak, buning o'zini biz zo'r muvaffaqiyat deymiz oldi bilan. Menimcha muvaffaqiyatning cho'ng kichigi yo'q. Biz muvaffaqiyatni undaq cho'ng yoki kichik olib olsak, balkim bu o'zimizga g'oyat zo'r besim paydo qilish mumkin.
demak kasbingizda mushunday natijalarni yaratganingiz bu zo'r muvaffaqiyat. Endi shunga bizning jamiyatimizga zo'r muvaffaqiyat qozong'uvchi. Endi mushunday muvaffaqiyatlarni qozongan vaqtda siz doim unutmaydigan bir ish bor ekan, esingizga solib qo'ysam. Siz mushu yangi xizmat chiqqan vaqtlarda, mushu bir qatim sizni og'illaringiz choyga chaqamabdi ekan. Ha, to'g'ri. Chunki men 3-oyda xizmat tushdim emas, men chiqqan chog'da u sud nazorat loyihasidan maosh tuvandi. Biz o'qimagandik, kichik loyiha bo'lganki u. Berib ishlagandik u bizning shaharlik optimallik loyihasi bo'lgan maosh yuqori cho'ng idora emasmi? Ikkisi. Anvar kamayada shaharlikni qildik. Shundan bizning maoshimiz shu joqda 5 nechko chiqqan. Bir oylik maoshim 560 ko'ymi, 5 nechko shu joqdan. Savoqtashlar maosh 9 nechko qatlaydi-da meni. Yine bir savoqchim bor, Sanjan ishlaygan. Ikkimizni chaqamabdi. Bal savoqtashlar. Bu kesib raqobatlar kuchukcha savoqtashlar. Ya shuni o'yildimi, yo chaqamadimi bir savoqchimiz ochda debdi hamdi. Qiziqchilik qildim bo'lish. O, meni chaqiradi, so'y bo'ldilar. Uni biz bu choy o'ynasak, uni chaqirib olsak, chiqdim chaqib kes ochqanmamdi. Mashina qaylamdi. Choy o'ynam debdi. Endi 500 kun maash bilan qanday bizning cheyimiz qatnashalaydi deb o'yladim. Chiqim yig'ib boshchaqda. Demak, hozir shu gapni doim eslab tursiz. Endi biz savoqtashlar orasida bo'lmagan gaplarni o'ylasak, balliq vaqtlarda. Hozir endi ba'zi bir kunda boshda bo'lib ketadi, shu bir oylik maosh chiqimlarda. Hozir yaxshi. Endi ochchaqda ishlab bo'lgan. Chunki har qanday ishning boshlanishida qiyinchilik bo'ldi. Chunki biz endi o'qishdan, oiladan ajradik, xizmat chiqdik. Endi u chog'da uydan yana olsak bo'lmaydi-ku endi. Endi uyda men xizmat chiqdim, men maosh ishlayapman deb uydagilar og'zaq berishdi yo'q. Yani bizim maaş fırsat verdi deydiğin vakti yok emas da. Bu yıl, 11-yili, 2010-yili bir yılda layihalagan umumiy so'mingizni aytib boqamsiz, layihalash so'mingizni. 10 milyon. 10 milyon. Yani 10 milyonlik bina layihaladingiz, shundaqmi? Bu chog'da ilk 500 kun yana eslaysiz. Demak, bu inson hayotininki bir o'xshamasligi, har bir davrda o'xshamasligi. Demek biz siz bilan mush izchildirda binokorlikninki, sizningki butkul hayotingiz jarayonidagi o'zining kasbiy hayotingiz va shundaqla turmush va ko'z qarashingiz haqida nurg'un fikrlarni qilishdik. Demak, sizningki mush o'z kasbingizga bo'lgan qiziqishingiz, tirishchanligingiz bo'libmi, bizningki boyagi suhbatimizdan ma'lum bo'lgan bilimga bo'lgan qiziqishingiz sizni bugungi natijalarga erishtirdi deyman. Undan boshqa sizningki bu tirishchanligingiz, ya'ni sabr, toqat, chidamchanlik, mushu ro'yingiz bugungi natijalaringizning asosini yaratdi. Bu endi boy angladiq siz g'oyat zo'r, intan cho'ng bo'lgan g'oyla bor ekan. Menimcha bu g'oyla sizni texnik parlaq kelajak yetaklaydi. Shundaqla bugungi suhbatimizdan, ya'ni Ömerjonninki mushu hayot kashflaridan, tirish ro'yidan bizning keng yoshlarimizningki tegishli ilhom olib o'zining parlaq istiqbolini yaratishda tegishli assa ve töhfik ilmi. Kötü rahmet, Hasan Türkçe.